Etilin glikol molekulalarida qanday kimyoviy bog'lanishlar mavjud? Etilin glikol formulasini yozamiz. C2H4 OH dan 2 mana C2H4 OH dan 2 va nisbiy elektromanfiyliklarini yozaveramiz. Uglerod 2,5, vodorod 2,1, kislorod 3,5. Nisbiy elektromanfiyliklari odatda demak bog' paydo bo'lishida metal maslar orasida odatda kovalent bog' paydo bo'ladi. Metal va metal mas orasida ion bog' paydo bo'ladi. Bu yerda metal yo'q, faqat metal maslar, demak kovalent bog'. Kovalent bog' ikki xil bo'ladi. Qutbli hamda qutbsiz kovalent bog' bo'ladi. Nisbiy elektromanfiylik farqlari 0 dan 0.4 gacha bo'lsa, qutbsiz kovalent bog' bo'ladi. Odatda qutbsiz kovalent bog' bir xil metal maslar orasida bo'ladi. Agar har xil metal maslar orasida bo'lish kerak bo'lsa, nisbiy elektromanfiylik farqi 0 dan 0.4 gacha bo'lish kerak. Bu yerda masalan uglerod bilan uglerod mana bog' bor. Uglerod 2,5, uglerod 2,5 ikkinchisi. 2,5 dan 2,5 ni ayirsa farqi 0. Demak 0 dan 0.4 gacha biz aytdik qutbsiz kovalent bog'. Demak bir xil metal maslar orasida odatda qutbsiz kovalent bog' bo'lar ekan. Boshqa metal maslar orasida odatda qutbli kovalent bog' bo'ladi. Mana uglerod bilan vodorod orasida uglerod 2,5, vodorod 2,1 farqi 0.4 bo'ladi. Demak 0.4 dan 2 gacha bo'lsa qutbli kovalent bog' bo'ladi. Demak bu qutbli kovalent bog'. Uglerod bilan kislorod orasida uglerod 2,5, kislorod 3,5, 3,5 dan 2,5 1 farqi. Demak bu ham qutbli kovalent bog'. Boshqa metal maslar qutbli kovalent bog'. Kislorod vodorod 3,5, 2,1, 3,5, 2,1 1.4 farqi. Demak qutbli kovalent bog'. Boshqa metal maslar orasida qutbli kovalent bog' bo'ladi. Endi bundan tashqari bu yerda vodorod bog' bormi, yo'qmi? Shuni ko'ramiz. Vodorod bog' qachon bo'ladi? Qachonki vodorod, ftor, kislorod, azot bilan, ba'zan oltin gurt va xlor bilan bog'lansa vodorod bog' bo'ladi. Demak bu yerda vodorod kislorod bilan bog'langan, demak vodorod bog' bor. Vodorod bog' ikki xil bo'ladi. Molekulalar aro, ya'ni boshqa molekulalar orasida hamda ichki molekulalar bo'ladi. Vodorod bog' agar bo'lsa, molekulalar aro vodorod bog' bo'ladi, aniq. Chunki boshqa molekulalar bo'ladi va u bilan hosil qilish mumkin. Ichki molekulyar vodorod bog' ba'zan bo'ladi, ba'zan bo'lmaydi. Endi strukturasiga qarab, bog'lanish bormi, yo'qmi, shunga qarab tanlanadi. Masalan, etilin glikolda vodorod bog' bor. Mana vodorod, mana kislorod. Vodorod bilan kislorod bog'langan bo'lsa, demak vodorod bog' bo'ladi va mana bu yerda vodorod kislorod bilan bog'langan. Va vodorod kislorod orasida kuchsiz fizik bog'lanish hisobiga kuchsiz fizik bog' bo'lgan vodorod bog' paydo bo'ladi. Shu tortish hisobiga vodorod bog' bor ekan. Endi javoblarni ko'ramiz. Birinchisi, qutbsiz kovalent bog'lanish. Qutbsiz kovalent bog'lanish bir xil metal maslar orasida bor, birni olamiz. Vodorod bog'lanish, vodorod kislorod bilan bog'langan. Demak, vodorod bog'lanish bor. Hattoki ichki molekulyar vodorod bog'lanishi ham bor ekan. Ikkini ham olamiz. Metal bog'lanish faqat metallarda bo'ladi. Bu yerda metal yo'q, demak metal bog'lanish yo'q. 3 olmaymiz. 4 ion bog'lanish metal va metal mas orasida bo'ladi. Bu yerda metal yo'q, demak ion bog' ham yo'q. 4 ni olmaymiz. Donor akseptor bog'lanish odatda bog'lanishlarda qanaqa bog'lanadi? Masalan, ko'p kovalent bog'larda ham shunaqa bog'lanadi. Har bir atom bog'lanayotganda bitta elektronni o'rtaga qo'yib, ya'ni kislorod bitta elektronni, vodorod bitta elektronni o'rtaga qo'yib bog' hosil bo'ladi. Ya'ni har bir atom bitta elektronni beradi o'rtaga qo'yib, bitta bog' paydo bo'ladi juft elektron hisobiga. Donor akseptorda qanaqa? Donor akseptor bog'da donor, ya'ni bitta atom donor juft elektronni beradi, o'rtaga qo'yadi va ikkinchi atom akseptor, ikkinchi atom bo'sh orbitallar hisobiga bog' hosil bo'ladi. Ya'ni har biri bitta elektron emas, donor bitta atom juft elektronni, ya'ni ikkita elektronni o'rtaga qo'yib, donor akseptor bog' hosil bo'ladi. Bu yerda unaqa yo'q. Bu yerda hammasi bitta elektronni qo'yib bog' hosil bo'ladi. Donor akseptor bog' yo'q bu yerda. Shuning uchun 5 bo'lmaydi, noto'g'ri. Qutbli kovalent bog'lanish. Mana qutbli kovalent bog'lanish boshqa metal maslar orasida, boshqa metal mas, boshqa. Masalan, bu bir xil metal mas, uglerod. Bir xil metal maslar qutbsiz, boshqada qutbli. Demak, to'g'ri keladigan javoblar 1, 2, 6. To'g'ri javob A varianti.